Salom do'stlar. Demak, bugungi videomiz mana shu sayt haqida bo'ladi, ya'ni xorij saytlaridan biri dollarlik sayt. Demak, bu yerda mana rasmda VIP darajalar narxlari, kunlik bonus hammasi yozilgan. Qachon ochilganini bilmoqchi bo'lsangiz, o'zini Telegram kanali bor, o'sha joyga kirsangiz bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ko'p cho'zib o'tirmaymiz, saytga kirib olamiz. Dastlab siz ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Bu yerni bossangiz siz Gmail akkaunt orqali ro'yxatdan o'tib olasiz. Bu yog'ini bossangiz telefon raqam orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bizga eng qulayi Gmail akkaunt. Demak, bu yerga Gmail akkaunt kiritasiz va bu yerga ikkita bir xil parol kiritib, keyin mana shu registrni ustiga bosib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Bu yerda mana shu ustiga bosadigan bo'lsangiz, Telegram kanali va admini bor. Parolni saqlab qoling. Sababi pul chiqarishda va saytga qayta kirishda kerak bo'ladi. Men esa o'z hisobimga kirib videoni davom ettiraman. Xo'sh, mana saytga kirib oldik. Dizayni juda ajoyib. Bu yerda mana do'stlar, pul kiritish, pul chiqarish va bu yerda sayt haqida ma'lumotlar bor. Xohlasangiz bu yerda ilovani yuklab olishingiz mumkin, lekin buni hech kimga tavsiya qilmayman. Bu yerda esa siz tilni o'zgartirishingiz mumkin. Bu yoqda xabarlar bo'limi, pastroqqa tushadigan bo'lsak, qandaydir bonus bo'limlari mavjud. Bu yerda esa mana kim qancha pul chiqarayotganligi haqida ma'lumotlar. Bu yerda mana hamyonlar. Bu asosiy bo'lim. Bu yerda ikkinchi bo'lim. Bu yerda ya'ni VIP sotib oladigan bo'lim. Hozir internet sifati biroz pastroq, shu sababdan mana shunaqa qizil yozuv chiqib qoldi. Xo'sh, mana kirib oldik. Bu yerda mening hisobim, balansim, bu yerda mana bot 1, endi bot 1 olingan. Ya'ni bot 1ni oldim. Xo'sh, bu yerda narxlar mana bot 1ni narxi. Bu yerda pastda bot 2, ya'ni VIP 1, VIP 2 desak ham bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Bot 1ni narxi 13 dollar, ya'ni 15 dollar 10 kun davomida ishlar ekan. Kunlik bonus mana 13%40. Ya'ni 13.40%. Bu 15 dollardan 99 dollargacha bot 1ni narxi va 13.40 dan 13.60%gacha bonus beradi. Bu yerda bot 2ni narxi 100 dollar, ya'ni VIP 2. Kunlik foyda mana 14.40%. Bu 90 kun davomida ishlar ekan. Demakki bot 3ni narxi 300 dollar, bu 14.90% dan 15.10%gacha, bu ham 90 kun davomida ishlaydi. Bu yoqda mana bot 4, bot 5, bot 10 gacha bor ekan. Demak, bu yerda ko'rsatib o'tdim. Endi VIP sotib olgandan keyin mana shuni ustiga bosasiz. Mana vazifa bajarilmoqda. Qaytadan kiramiz. Internetda biroz muammolar bo'lmoqda, shu sababdan bu yerda hozir hech narsa yo'q. Qaytadan kiramiz. Uzr, adashib ketibman, bu yerda emas. Mana shuni ustiga bosasiz. Startni ustiga bosgandan keyin mana vazifa bajarilmoqda. Mana 2 dollar 3 sent berdi. Ya'ni siz 15 dollarga VIP 1ni, ya'ni bot 1ni sotib olsangiz, har kuni 2 dollar 3 sentdan yechib olasiz 10 kun davomida. Demak, 10 kunda siz 5 dollardan ko'proq foyda qilasiz. Demak, bu bo'limni tushuntirib o'tdim. Bu yerda referal bo'limi. Bu yerda mana shuni nusxalab olasiz. Bu yerda mana havolasi, bu yerda ko'p deyilgan, ya'ni nusxalab olish, ustiga bosib nusxalab olib do'stlaringizni chaqirishingiz mumkin. Bu yerda jamoa bo'limi. Bu yerda mana hozircha hech qanaqa jamoa yo'q. Bu yerda qanchadir foizlari ham yozilgan. Hozir buni ham ko'rib o'tamiz. Oldin boshqa joylarni ko'rib chiqamiz. Oxirgi bo'limga o'tamiz. Bu yerda mana mening hisobim. Bu nimaga 17 desangiz, 15 dollar VIPni sotib olganim va hozirgi mana 3 dollar. Bu yerda 10 sent qayerdan chiqdi desangiz, hozir buni ham ko'rsataman. Bu yoqda mana yana bir qator bo'limlari bor. Endi pul kiritishni ko'rib chiqamiz. Mana o'sha rechargini ustiga bosamiz. Mana shularni xohlagan biridan pul kiritishingiz mumkin. Misol uchun BEP20 ni ustiga bosamiz. Biroz kutamiz. Xo'sh, bizga mana shunaqa manzil berdi. Mana shuni ustiga bosib nusxalab olib,
pul kiritgandan keyin o'sha manzilga bu yerda mana tasdiqlash bor. Mana shuni ustiga bosib tasdiqlab qo'yishingiz mumkin. Bu yerda mana qanday qilib pul o'tkazish haqida ma'lumotlar yozib qoldirilgan. Demak, biz hozir asosiy bo'limga o'tamiz. Bu yerda mana shuni ustiga bosadigan bo'lsangiz, bir marta aylantirishingiz mumkin. Mana shuni ustiga bosib, men bir marta aylantirdim. Menga mana shu 10 sent tushdi. Boyaga 10 sent mana shu do'stlar juda ham ajoyib. Agar tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, bemalol Telegramda yozishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta eslatma, Telegram kanaliga ham obuna bo'ling. Undan tashqari Telegramda 5 ta guruhim bor. Hammasiga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Hech qanaqa cheklovlar yo'q. Va endi sizlar bilan birgalikda pul chiqarib ko'ramiz. Buning uchun mana shu Wizdrap ustiga bosamiz. Bu yerda mana parol so'rayapti. Saytda ro'yxatdan o'tgan parolni kiritib qo'yamiz. Mana shu joyga ham e'tibor beringlar. Mana parolni kiritib bo'ldim. Endi confirm ustiga bosamiz. Xo'sh, bu yerda mana BEP20 va TRK20 ga pul yechib olishimiz mumkin. Bizga eng qulay shu mana shu BEP20 sababi komissiya yo'q. Bu yerda minimal chiqarish $2 ekan. Bu yerga adresni kiritamiz. Bu yerga yechib olmoqchi bo'lgan pul miqdorini kiritamiz. Bu yerga esa boyagi saytda ro'yxatdan o'tgan parolni kiritib, keyin confirm ustiga bosamiz. Hozir men hammasini kiritib bo'lib, keyin videoni davom ettiraman. Xo'sh, mana do'stlar, hammasini kiritib bo'ldim. Men $2 yechib olmoqchiman. U 3 sent ichida turaveradi. Keyin 10 sent bo'lgandan keyin $2 10 qilib yechib olishimiz mumkin. Va confirm ustiga bosamiz. Komissiya 0% va pullarimiz chiqib ketdi. Mana shuni ustiga bosib ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda chiqmaydi do'stlar. Mana bu yerda xabarlar bo'limi. Xo'sh, mana qizil yozuv bo'lib chiqdi. Ustiga bosamiz. Wizdrap success. Va endi Binance ga kirib ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek $2 pulimiz kelib tushdi. Bir 10-15 soniya ichida. Bu yerda mana vaqti, soati, sanasi hammasi bor. Demak, sayt 100% to'lovda. Endi saytga qaytamiz. Demak, hamma joyi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mabodo tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, bemalol Telegramda yozishingiz mumkin. Sayt silkasi esa Telegram kanalda bo'ladi, ya'ni havolasi Telegram kanalda bo'ladi va siz videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang.